Selam dostlar, top 5 topşırığı uzışın devam ete. Hem bugün men sizni top 5 eng foydali frukt bilan tanıştıracakman. Ketdik. Hem birinchi frukt olma. Biz uni qish kunida, jay kunida kibda sotib ola olamiz. Hem ul o'pkalar ishlavine bek kerak deydi tabiblar. Shunga ko'ra olmani oshirga unutmag'iz do'stlar. Ikkinchi frukt banan. Gipertoniya bilan og'riqchilar uchun banan bek kerak deydi tabiblar. Shunday banan kaliy bilan boy. Hem tag'in diyetaga o'tirishga tilasangiz, banan turini unutmag'iz. Uchinchi frukt apelsin. Dirsinga aytganda, bu mening eng yaratgan fruktim. Ham u tag'in S vitamini bilan bek boy. Apelsin so'zin ertan ishirga kengash etalar ekan. Bilgan edingizmi? 4-frukt limon. C vitamini turida aytib ta'tirga kerakmi menimcha. Tag'in limon nerv sistemasini tinchlantirar ekan. Ertan limon so'gi bilan suv ichsangiz, kuningiz bek foydali o'tashak. Ham 5-sinfi fruktimiz pitay. Dirsinga aytganda, Rossiyada bu fruktni topirga bek og'ir, lekin qo'ybir kibitlarda uni topib bo'la ham topirga kerak menimcha. Chunki u qondagi glyukozani normaga keltirgan bo'lishi ham umuman diyetaga o'tiruvchilarga bu bek foydali frukt bo'lacak. Do'stlar, bugunga mana shular edi. Siz nindi fruktlar yoshsiz, qaysi fruktlar sizga yoshi, kommentariyalarga yozing'iz. Ham like qo'yishni unutmag'iz. Bugunga mana shular edi. Sog' bo'ling'iz.